alaykum aziz obunachilar. Bugun sotuvga chiqayotgan ushbu fayzli xonadonimiz Kritini to'g'risida 9 etажga domni 5-qavatda joylashgan. Uyimiz Yevro stilda remontdan chiqarib qo'yilgan barcha mebel texnikalari bilan birgalikda sotuvga chiqmoqda. Ushbu xonadonimizni video obzorini tomosha qiling. Ma'lumot har doimgidek video so'ngida. Qani ketdik. Ushbu xonadonimizga kirib tomosha qilganingizdan keyin bu uy meni didimdagidek deb ayta olmaysiz. Chunki uyimiz ideal proyekt va ideal remontdan chiqarib qo'yilgan. Uyimiz chiroyli kompensatsiyalar bilan birga to'ldirilgan. Uyda ko'rib turganingizdek barcha narsa hammasiga bir-biriga podchist qilingan. Uyimiz 3 xonali, uy maydoni 95 kvadrat metr tashkil etadi. Kritini to'g'risida 5-qavatda joylashgan. Uyimizda narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz narxi $83,900 deyishgan. Yana barakasiga o't berilgan joyi bor. Uyimizni narxiga arzimaydi deya ko'rmang, chunki uyimiz aynan o'z narxiga arziydigan xonadon. Kimga ma'lumot qiziq bo'layotgan bo'lsa, pastdagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Operatorlarimiz sizning savollaringizga to'liq va batafsil javob berib o'tishadi. Mana chiqdi.